Shuning uchun birovni hisobidan kun kechirishlikka odatlanib olgan odamlarni bu dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Qara, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Rasululloh mehnatga bu kishini yo'llab qo'yapti. Ey o'g'il bolalar, yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolani qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Chunki sahobalarni qarasangiz, kunduzlari ular dunyoda ishini o'lmaydiganqa qiladigan mehnatkash odamlar bo'lgan. Ammo kechalari xuddi bugun o'lib qoladigandaqa rohiblardek tunlarini qoyim namoz o'tkazganlar. Shuning uchun qo'lida hunari bor, kasbi bor, tirikchiligini o'zini mehnati bilan o'tkazayotgan birodarlarimizni mana ilm majlislarini birinchi qatorlarga kelib o'tirganini ko'rganda albatta ko'zimiz quvonadi. Chunki bunday odamlarning qo'li baland bo'ladi. Chunki bergan